Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana uzoq kutilgan mahsulotimiz sotuvga tayyor bo'ldi. Prolipolitik, ya'ni ayollar va erkaklar uchun ozdiruvchi kapsulalar sotuvga tayyor bo'ldi. Tarkibida sibutramin moddasi mavjud emas. 100% tabiiy giyohlardan tayyorlangan. Sertifikatlari, hujjatlari hammasi joyida bo'lgan mahsulotimiz ishlab chiqarish jarayonidan o'tdi va hamma hujjatlari ham tayyor bo'lib, mana sotuvga ham chiqib oldik. Bu mahsulotimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, birinchi o'rinda bu hamma sertifikatlari bor, hujjatlari joyida, ruxsati bor. Bitta qutini ichida 60 ta kapsulasi bor. Siz bitta qutini ichganingizda 4 kilo, 5 kilodan 8 kilo, 10 kilogacha vazn tashlashingiz mumkin. 100% tabiiy, hech qanaqa ziyoni yo'q. Buni qayerdan olaman deydiganlar uchun Uzum Market ilovasida, ya'ni Uzum Market marketplace'ida sotuvga chiqadi yaqin kunlarda va telefon raqamim qoldiraman. O'sha telefon orqali ham telefon qilib ham zakaz qilishingiz mumkin. Biz o'zimiz o'sha mahsulotni patentladik, brendini va o'zimiz birinchi qo'l sifatida mahsulotni sotyapmiz. Eng muhimi, hozir ayni vaqtda ko'rib turganingizdek, ancha yaqin kunlarda ham bo'ldi. Xitoydan kelayotgan har xil ozdiruvchi vositalar organizmga ziyoni tasdiqlandi. Laboratoriyadan ham o'tdi. O'zbekistonga taqiqlandi sotish. O'sha sotayotganlarni ham har xil javobgarliklarga tortilyapti. Bu umuman unaqa taqiqlangan moddalari yo'q. 100% tabiiy. Sotish huquqi, ishlab chiqarish huquqi hammasi hujjatlari ham qilingan. Ichasiz, natijani olasiz. Endi buni qanaqa ta'sir qiladi degan savol tug'iladi albatta. Buni kuniga 2 mahal ichiladi. Och qoringa ovqatdan yarim soat oldin. Ertalab, kechqurun yoki obed vaqtida va kechqurun ichishingiz mumkin. O'zingizga qulay vaqtni belgilaysiz. Yoki kuniga 3 mahal ham ichishingiz mumkin. O'zingizning xohishingizga qarab. Buni ichganingizda ishtahani bug'adi, ko'p suv ichishni talab qiladi. Boshlanish o'zingizga his qiladigan hissiyotlar mana shulardan iborat bo'ladi va o'sha ichib bo'lganingizdan keyin kamida 4-5 kilodan 8-10 kilogacha yoki undan ham ko'proq vazn tashlashingiz mumkin. Hammaga har xil ta'sir qiladi albatta. Buni ichish mumkin bo'lmagan holatlar ham bor. Bular kimlar? Ayollar, asosan homilador ayollar, ularga ichish mumkin emas va farzandi tug'ilgan, emizikli, ya'ni 8 oylikdan kichkina bo'lgan emizikli farzandi borlarga ham mumkin emas. 8 oydan katta bo'lsa ichsangiz bo'ladi. 8 yoshdan tepa yoshdagilar bemalol ichsa bo'ladi. Qiz bola, o'g'il bola farqi yo'q. Yosh kattalar ham xuddi shunday. Faqatgina e'tibor qilasiz, agar sizda davleniyingiz past bo'ladigan bo'lsa, qandaydir jiddiy kasalliklaringiz bo'ladigan bo'lsa, u shifokor maslahati bilan qabul qilasiz. Lekin normal, sog'lom insonlarga bemalol ichish mumkin, hech qanaqa ziyoni yo'q. Yana qaytaraman, 100% tabiiy mahsulotimiz. Bemalol zakaz qilasiz. Agar Uzum Market orqali emas, shunday zakaz qiladigan bo'lsangiz ham telefon orqali ham operatorlarimiz javob berishadi. Telefon qilasiz, manzilingizda yozdirasiz. Pochta orqali 2 kun yoki 3 kun ichida uyingizgacha yetkazdiramiz. Qo'lingizga olasiz va to'lovini qilasiz. Narxi 350 ming so'mdan baholanyapti bir qutisi. Yana qaytarib o'taman, bunda hech qanaqa taqiqlangan moddalar yo'q. 100% tabiiy giyohlar Hindistondan keltiriladi va O'zbekistonda qadoqlanadi. Bemalol aloqaga chiqib zakaz qilishingiz mumkin.